Biz suhbatimizni davom ettiramiz. Ustoz, insonlar, musulmonlar iymonda barobarmi hammasi? Yo'q, barobar emas. Chunki farishtalarning bu iymonlarida, ashlarning Jibrilninki bu to'rtlarning iymoni boshqa. Payg'ambarlarning bu masalan boshqa, alohida. Masalan, payg'ambarlarninki qanday deb nima qilsak, Musa alayhisalom bilan Muhammad alayhisalomninki masalan nima uchun kalim bo'ldi, bu habib bo'ldi, iymon eng nima desak, Musa alayhisalom nima kelgan vaqt kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Ma'iyatni boshdan nima qilib, Rabbini keyin dedi-da. Muhammad alayhisalom g'arda qolgan vaqtida la tahzan innalloha ma'ana. Allohni boshda ma'iyatni orqada dedi-da. Mana bu habib bo'lishning, halil bo'lishning bir siri bu qarang. Payg'ambarlar mutafavit iymonda. To'g'rimi? Undaq bo'lgan ekan musulmonlarimiz zaten sahobalar o'shidimi? Masalan, ma sabaqana Abu Bakrin bi kasirin min al-a'mal illa bi shay'in kana fi qalbi. Maza kana al-iman degilik. Normal boy edi, o kadar boy emas. O kadar kuchlik emas. Amma qalbi zaten iymon qilgan. Payg'ambarimiz iymon muli ammar iymonan degilik. Ammar Yasir azab qolgan vaqtda sahobalar o'xshash bo'lmagan. Ondan ki bu zamanımız zaten bu o'xshash bo'lmaydi. Har bir odam bu farqlik bor, kuchlik var, zaif var. Unday bo'lsa, ustoz, iymonimiz zaifligini qanday bilamiz? Yaxshi haqiqatan biz zaiflikni bilgandan keyin kuchlashtirishga sa'y qilamiz. Bu nihoyatda yaxshi savol. Alloh hammamizni shu zaiflikdan chiqarib, bir kuchlik qilib o'zining mukofotiga erishganlardan qatorisan qilg'ay. Birinchidan zaiflikning o'zi shu gunoh ma'siyatni qilganlikning o'zi shu nimalik zaiflikdan xafalikqa. Mesela irtikabul kebair ve istisgarus sagair deydi. Günah kabirelerini kılış, küçük günahlarını küçük sanaş. Mesela münafık, mesela özünün bir günahını bunun üçgen çüğün qoşa şuna qıp qo'yadi degan mu'min bo'lsa boshqa kelgan taqdak his qila qo'yadilar. Allah subhanahu wa taala mesela Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz hadis-i şerifte ijtanibu yahsabal mubiqat degilik. Sab'al mubiqat şu el-işrak billah, hukukul valideyn, tevelli ve mizah, qazful muhsanat. Ondan başka adamlardan töhmet qilish, ayollarni deyishdi, ayollarni zaif bir narsa deyilmaydi deb epkilik. Ama bugün günümüzde adamlarni zaten bir adam yakmasa töhmet qilib nima qildigan ishlardan saqlanadigan ish qolmadi. Bulup bizning Uyg'ur dunyosida Xitoyning zulmidan 10 hissa Uyg'urlar bir-birini sökep bu Facebook dunyosi zaten o fis degan Facebook qilib etdi. Fis sandoq qilgan. Bu kadar eziyet iştemiz Uygur tilida. Allah hidayet kılsın bularga. Şunda his qilmaydi, günah kabiri demaydi bular. Şunun o'zi mana günah kabiri, boshqalarni haqorat qilishning o'zi mana bu günah kabiri. Günahni qilish, savoblik, xususlik qilish, mana bu iymonning zaiflarining birisi bu. Ikkinchisi, mana bu taat ibodatga suslik qilish. Bu munofiqning sifati. Masalan, munofiqlarning va iza qamu ila salati qamu kusala. Taat kelsa şundak bizi bıraktı. Hurun. Bunda bir nimi kelette. Yani dengesi nemede. Biz hurun dep koyamız Uygurçada. Dengesi halette. Ondan keyin namaz işlerini kılsa riyağı kırdı bular. Bazı zikri kırdı, bazı kılmaydı. Ve la yezkurunallah illa qalila. Allah'ın az zikri kılış, köp kılmaslık mana. Karasak vallahi köp nimelerde çıkıp karadı bu. Allah panah versin. Mana bu zayıflıkını bilgendik ki karşı hem madem men de şu bar iken. Nimaga men bu bamdod namoziga turib chiqmayman? Nimaga bir odam bir pul berdi desa taqdir hajdi yo'qmayman sahobalar. Taraddud bo'lmasdan. Taatda menda nima ish bir intilish, bundaq bir shashliq bo'lmaydi degan nima bo'lish kerak. Mana bu munofiqlarning haqida shunaq bir nima qilgan. Wa man tasabu ila al-islam illa lihaqni dimaihim alla tusala. Yahduruna al-munkarata fi nashatin wa ya'tuna as-salata wa hum kusala. Bular islomga mansub bo'lib olishda fakat kanımız tükülmesin, canımızın saklı olayı yok deyip Müslüman bulup algan. Oyun tamaşa bolsa, seneçilerden oyunda olsa, şundak şaş keledi bular, bir iki oturuşada. Namaz kes, akır septe oturdu. Oyun tamaşa bolsa, birinci septe oturdu. Vallahi bugünkü Müslümanlar şu münafıktan süpeti çıkıp kalıqlık bu yerde. Zayıfıl iman emas, belki kafirdim mi beter azapta kalıdığan ahvalla körülük bu. Allah affı kılsın. Ondan keyin yana bir nemesi, İhmal-i muhasebetin nefs deydi. Özünü hesap almaqlık. Bedeni tekşirip duradu. Doktor qaran, kanın bir şey bolgan mı da? Tamak yesem sen bundaq deb özünün nimelerge ihmal berdi. Ama imanımda nimege bugün bu cuma hutbasida o'qib hech bir xatibninki bir nima degani his qila olmadim. Qur'on o'qib his qila olmadim.
tamoq yeb ta'mini tatay olmasa boradi. Iborat qilib lazzat ola olmasa, nimaga ola olmayman Alloh, nima illat bo'lib qolgandi menga deb uni nima qilmaydi. Bugundan ketish nima ish qildim? Bir yilda nima ish qildim? Tijoratini hisoblaydi. Ammo o'zininki boshqalari bilan bo'lgan, Rabbi bilan bo'lgan nimasi hisob olmaydi. Mana bu payg'ambarim degan al-kayyisu man dana nafsuhu qabla an yuhasab. Wal ajiz أو العي من تمنى على الله الأماني أو كما روي الحديث أقل فراسلك آدم يسبق ترتلشتن بور يسب alınıştın burun yüzünü hesaplagan adam mana bu dünyada. Hakiki zayıf akılsız adam mana bu yüzünü hesap kılmay Allah Teala'da ümit kılıp tuğan kişiler deydi. Mana bunu ihmal kılışının özü imanın zayıflıkının alameti. Amal kılmazdan Allah ümit Emelsiz. Onun için mana bu yana bir nimesi Allah Subhanahu ve Teala mana bu imandarlarını Allah'ın ayetlerini işitken vakitte bular turalmay qaladı. Bunlardan faydalı imanı ziyade bo'ladi degan. Mana bu Allah Teala'nın ki mana biz tor dünyasında qo'shnoq va'z nasihatlarini eshitib hech bir o'zgarolmasa, oyatni o'qib bu oyatni bu qadar menga yetmabdi ekan, bugun ishlayaptiman, bildim. Shuning bilan amal qilay deb iymoni ziyada bo'lmasa, mana bu iymoni zayıf ekan kelmasa. Mana Allah Subhanahu ve Teala bu bugünkidek bunda bir nimani Allah Teala bilgan. Onun için Kur'an'da aytgan edi. İnnemel mu'minunellezin. Hakiki müminler dedi. Hammadan mümin diyor diyorlar zaten. İza zukirallah vecilet kulubuhum dedi. Allah tilak alınsa bularının kalpleri titreşip gitip kalır, korkuşadı. Ve iza tuliyet aleyhim ayatuhu zadethum imanen. Allah Teala'nın ayet tilavet kılınsa onların imanı ziyade boladı. Ve ala rabbihim yetevekkelun. Allah'a tevekkül kıldı. Ellezine yuqimuna salat والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا حقيقي مؤمنler mana bular. Bunun eksi bo'lib qolganlar mu'min emas. Zaiful iman. Musulmon desa bo'ladi. Shun qaratil arab amanna qul lam tu'minu. Mana bu oyat o'qilsa hech bir foydasi bo'lmasa, ta'sir ololmasa Alloh taolaning kalomidan, mana bu iymonning zaifligining kelimasi. Bu nurg'un ko'p kishilarning ko'rilayotgan ahvollar bu. Allah bana bersin. Yani birisi yüzüge yaxshi ko'rgan narsani boshqaga yaxshi ko'rmaslik, hamma narsani mening uchun bo'lsa bo'ldi, men nima qilsam, boshqalar o'zi nima qilsa bo'ladi deyishdan o'zi. Men payg'ambarim la yu'minu ahadukum. Imanan kamilan bu. Zaif bo'lib qoladi. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. En nimasi? Bizda xudbin deb qo'yadi. Faqat o'zini o'ylaydi. O'zini o'ylagan. Arabchada anani. O'ziga nima qilgan. Buni biz yaxshi ko'rmagacha bizning iymonimiz mukammal, kuchlik iymon bo'lmaydi, zaif qilib qoladi valloh. Mana bu iymonning zaifligining birisi. Yana birisi boshqalarga azob berish. Vallahi la yu'min deylik. Man la yu'min jaruhu bawa'iqahu. Bu qo'shning kelimasi. Ammo yana biri al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Biz yana bir nima deb ketgan edik, masalan, ba'zi vaqtda musulmon iymonligini ishiltanadi, ba'zi mu'min nimasda. Lut alayhisalomning kelimasida fama wajadna fiha ghayra baytin minal muslimin wa tarakna fiha ayatil ladzina yakhafuna al-azab alayhim. Nima deb iymonni keltirgan. Shunga ba'zi bir nima o'z ishiga oladi. Idza iftaraqa ijtama'a va idza ijtama'a iftaraqa. Yani bir nima bor. Bu yerdagi bu musulmondan murodmi? Yani bu kamil, yani iymoni kamil, kuchlik nima maqsad qiladi. Yana bir nimasi g'aybat. G'aybat shikoyat boshqalarninki go'shini yeyish. Bu g'aybatning birisi. Mana bu hozirgi nimamizda ajoyib avjalib ketgan bir nimasi. Mana payg'ambar sallallohu alayhi va sallam degan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ahiret kunga Allah bilan ko'rishga, qiyomat kun jannat do'zaxning oldiga borishga qilgan odam kuchlik bo'lsa, buni qilmas edi. Bu nurg'un. Yani bu da'fning nimasi, bu hadisning hammasini olsak, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Bu yerda mehmon kutish. Jarroh deb keladi. Jarroh deb bor. Qo'shnisi. Alhamdulillah bizda Uyg'ur o'zbeklarda qoldi shu mehmon kutish. Biz buni iymonimiz bilan qilamiz buni. Alhamdulillah inshaalloh bizda bir davom etib keladi. Bu yerdagidek bo'lmaydi yani. Mehmon kelsa, bu nima qildigan ishlar bu Alloh taolo uni ko'rsatmasin. Buningmi iymonning ojizligi. Mana Ibrohim alayhisalom nima bima uttukhizta khalilan degan bir misolda qandoq bo'lib sen Allohga do'st bo'landing deganda rivoyatda ma akaltu la ma'ad-dayf.
men fakat hiç bir mehmansız yemek yemedim. Her zaman tamak yesem, ovqat yesem mehman bilan yedim degan. Şu mehmanlar kelsa, "Men olib kelaymi? Tam sovuq olib kelaymi, issiq olib kelaymi, pilav demasdan borib buzadan birini olib keltirgan." فجاء بعجل حنيذ javob qilib فقربوا إليهم فقال ألا تأكلون. Hozir tovoq olib kelmaydi hozir qadamlar. Bo'lsa bir so'rab, ya'ni kashki yo'q bir şey yemayman deb qolar deb olib kelaymi? Yeysizmi? deb olib kelmaslikka nima qilib o'tirdigan. Mana bu ko'p buning nimalari, bir qancha nimalari, ammo sanab kelsak bizda o'sha iymonning ojizlikning alomatlari juda ko'p. Bu ojizlikni bilgandan keyin endi biz kuchlilikka nima qilish kerak? Alloh subhanahu va taolo hammamizni turli ojizlikdan, iymon ojizlikdan, iqtisod ojizlikdan, her türlü beden acılıktan Allah Teala pana bersin, kutuldu olsun, güçlükle yetkizsin. Ama aleyna illel belagul mubin.